Tövəndə dövlətlər, yəni millətlər nemişqa halak boludu namlıq kitabdan həftəlik tərcümə. 5. bab 2. paragraf. Kasay qırğıqda. Kongo daryasının bir büyük inami Kasay. O Angola'dan götürülüp şimalga qarab eqib, hazırkı Demokratik Kongo Cumhuriyetining paytaxti bo'lgan Kinshasaning sharq shimolidagi Kongo bilan birlashib ketdi. Gerçi dunyoning boshqa yerlariga solishtirganda Kongo Demokratik Cumhuriyeti nomrat bo'lsa-mu, Kongoning ichidagi har xil guruhlarning gullanishida mohiyatlik farqlar bor. Kasay dal bu ikkisining o'tirisidir. G'arbiy qirg'oqni bo'ylab Kongoga kirganingizda Lele xalqini uchirtisiz. Sharq qirg'og'ida yashaydiganlarni Boshong xalqi deymiz. Sirtdan qaraganda bu ikki guruhning gullanish ahvolida hech bir farq yo'qdek ko'rinadi. Ular ikkala taraf qiyiq bilan kesib o'talaydigan bir daryo orqali ayrilib turadi. Bu ikki o'xshamagan qabilaning kelib chiqish manbasi bir hamda tillari bir-biriga yaqin. Undan sirt ular ahyo qilgan nurg'un narsalar, ya'ni ularning uylari, kiyim-kechaklari va hunar san'atlari uslub jihatdan o'xshash. Lekin antropologiya olimi, ya'ni insonshunos Mary Douglas bilan tarixshunos John Wansina 1950-yillari bu guruhlarni tadqiq qilgan chog'ida ularning o'tirisidagi hayron qolarlik farqlarni bayqashgan. Douglas mundaq bayon qiladi. Lele qabilasi namrat. Boshong qabilasi bay. Lele'de bar bo'lgan narsalar Boshongliklarda mol. Lele'liklar qila oladigan ishlarni Boshongliklar texmi yaxshi qila oladi. Bu xil taksizlikning tushuntirilishini aytadi. Bu farq xuddi Perudagi Potosi-Mita tuzumidagi yerlar bilan uningdan mustasno bo'lgan yerlarni aslatadigan bo'lib, Lele qabilasi turmushni qamdug'daklar narsa ishlab chiqargani bilan Boshong qabilasi o'zining hojatidan chiqib, oshqan qismini bozorda sotadigan holat edi. Douglas bilan Wansina yana Lele qabilasining qalaqroq texnik qo'llanganligiga diqqat qilishgan. Misol uchun olganda, ular ovchilik uchun to'r ishlatmagan. Garchi to'r ishiltish ularning ovchilikdan keladigan o'ljisini yuqori ko'taradigan bo'lsa-mu. Douglas tushuntirib mundaq deydi. Ov to'rlarining bo'lmasligi Lele qabilasidagi uzun mazgil chidaydigan asboblarga vaqt va amgak sarf qilmaslikdek umumiy xohish bilan birdaklikka ega. Ham yana ularning yeziglik texnikasi va tashkilotlarida muhim farqlar bo'lgan. Boshonglar xilil pishib yetilgan shakldagi aralashma teriqchilik bilan shug'ullanagan bo'lib, 5 xil ziroatni keyin-keyindan 2 yil almashtirib teriydigan sistemaga ega bo'lgan. Ular qizilcha, tatliq baranga, kasava va purchoq terishgan hamda 1 yilning ichida qo'noqdan 2 va hatto 3 qatim hosil elishgan. Lelelarda o xil sistema bo'lmagan. 1 yilda qo'noqdan 1 qatim hosil elishgan. Qonun va tartib jihatdan ularning o'tirisidagi farq kishini hayron qoldiradigan bo'lgan. Lelelar bir-biri bilan to'xtamay izlatlashadigan qo'rg'on shaklli yezlarda tarqalishgan. Ikki yezning o'tirisi ketayotgan yoki hatto o'ziliq to'plash uchun o'rmonlikning ichiga tavakkul qilib kirganlarmi hujumga uchrash va bog'lab ketilish tahdidiga duch kelgan. Boshong territoriyasida bu xil ahvollar yuz bersa-mi, anda sanda yuz bergan. Ularning ishlab chiqarish andisidagi, yeziglik texnikasidagi va hamda jamiyatlarda tartibning o'rnatilishidagi farqlarning keyinida zali nima bor? Aniqki, Lelelarning qaloq ovchilik va yeziglik texnikasini qo'llanishini keltirib chiqargani hargizmi jo'g'rafiya emas. Shaksizki, bilmaslik omilimi emas. Chunki ular Boshonglar ishlatgan asbob saymonlardan xabardor.
Shundaq ekan, bu farqni tushundiradigan boshqa omil, madaniyat omili bo'lishi mumkinmi? Ya'ni bu lililarni ovchilik to'rlarini to'qishga puxta va yaxshiroq bo'lgan uylarga mablag' silishga ilhomlantirmaydigan madaniyatning bo'lganligi sababidanmi? Lekin qaramoqqa undaq bo'lishi notayin turdi. Kongodagi boshqa qabilalarga o'xshash, lililarmi miltiq setilishga rasman bo'lib, bu haqda Douglas ularning qurol-yaroq, o'q-dori setilishga bo'lgan rasmanligi uzun muddatli hamkorlik va tirishchanlik talab qilingan sharoit ostida ularning madaniyatining kishilarni qaloq texnika bilan tushab qo'ymaydiganligini ko'rsatdi deb baho bergan. Shuning uchun aytishga bo'ladiki, Boshon qabilasining Lili qabilasiga qaraganda ro'naq topganligining sababini na Lililarning texnikadan saskinish, na bilmaslik omili va na jo'grafiyalik omil bilan tushuntirib bergili bo'lmaydi. Bu ikki xalqning farqli bo'lishiga sabab Boshon va Lili zamonlarida paydo bo'lgan o'xshamagan siyosiy muassasalarning farqidandir. Biz ilgari Lililarning birlikka kelgan siyosiy qurilmaning tarkibiy qismi bo'lmagan qo'rg'on shaklli yezlarda yashaydiganlarni qayd qilib o'tgan edik. Kasayning qarshi qirg'ida ishlar boshqacha. Bu yerda taxminan 1620-yilda Sham ismli kishi yetakchilik qilgan siyosiy inqilob yuz bergan bo'lib, u biz bu kitobning 59-betida uchrashgan 6-xaritada ko'rsatilgan Boshon yadroligidagi koni podshohlikni qurib chiqib, o'zini podshoh deb atagan. Bu ishlar yuz berishdan ilgari Lili qabilasi bilan Boshon qabilasining orasida ko'rinarli farq bo'lmagan. Ular o'rtasidagi farqlarning paydo bo'lishi Shamning daryoning sharqidagi jamiyatni qayta tashkillab chiqqanligining natijasidir. U bir davlatni va siyosiy muassasalarning piramidasini qurib chiqqan. Bular ilgari mavjud bo'lgan hokimiyatlarga qaraganda favqulodda markazlashgan bo'lib qolmasdan, balki yana texmi puxta va inchik bo'lgan qurilmani barpo qilgan. Sham va uning varislari baj yig'adigan ma'muriy sistemini, qonun tuzumini va uni idora qiladigan ham ijro qiladigan saqchi kuchni qurib chiqqan. Saqchi kuchlarni qurib chiqqan. Dahiylar qaror chiqarishdan burun ular maslahat solgan kengashning taftishida bo'lgan. Ularda yana zastatlar umigimi bo'lib, shaksizki bu Yevropa mustamlikchilarining qadimi Afrikaga yetishdan burungi, ya'ni Tuvanki Afrika qit'asidagi yegani mo'jizlik bir ish edi. Shundaq bo'lishiga qaramay, Sham qurib chiqqan bu markaziy hokimiyat talon-tarojning vositasi bo'lib, yanala yuqori darajada mutlaqiyatchi xarakterga ega edi. Balki ya'ni hech kim uning bilat tashlagani yo'q. Hokimiyatning siyosati yuqoridan pastga tushyapti. Avomning qatnashishi bilan bo'lmaydi ishlar. Kuba hokimiyatidagi huquqning markazlashishini, qonun va tartibni barliqqa keltirgan bu siyosiy inqilob o'z navbatida iqtisodiy inqilobni olib keldi. Yeziglikka qaytadan tartib solindi. Ishlab chiqarish unumdorligini oshirish uchun yangi texnikalar qabul qilinib ishlatildi. Ilgari oziq-to'lik uchun terilgan ziroatlarning o'rnini Amerika qit'asidan kirgizilgan yangi va yuqori o'simlik ziroatlar bo'lib, qo'noq, kasava, qizilmishlar oldi. Bu vaqtda zishliqi zo'r bo'lgan aralashma terashlik davriga tonishtirilib, kishi beshig ishlab chiqarilgan oziq-to'lik biroz oshdi. Bu ziroatlarni o'zlashtirilish ham yana yezillik ishlab chiqarishning davriligini qayta tashkillash uchun etizliqlarda ishlaydigan ko'p emgakchilarga hojat tushdi. Shunga erlarni kichikroq yoshda yezillik emgakka qatnashtirish maqsadida to'y qilish ishi 20 ga tuvaltildi. Demak, Boshonlarning lililarga qaraganda selishtirimiz ko'rinarli bo'ldi. Ularning erlari 35 yoshlarda to'y qilishga moyilroq bo'lib, shu vaqtda etizliqlarda ishlagan. U vaqtda ular hayotini so'qishish va hujum qilishlarga beg'ishlab o'tib ketgan. Siyosiy inqilob bilan iqtisodiy inqilobning o'rtasiga bog'lanish oddiy. Podshoh Sham va uning qo'llovchilari o'zining iste'mol ehtiyojini qondirishdan sirt o'sha mahsulot ishlab chiqarilgan kubaliklardan boj va boylikni talon-taroj qilishni o'ylagan. Garchi Sham va uning odamlari Kasayning sharqida hammani o'z ichiga oladigan muassasalarni tonishtirmagan bo'lsa, ammo muayyan darajadagi iqtisodiy gullanish hokimiyatni markazlashtira oladigan va qonun va tartibni yo'l qo'ya oladigan talon-taroj xarakterli muassasalarning xarakteridan bo'lgan. Iqtisodiy faoliyatlarni jonlantirish Sham va uning odamlarining manfaatiga uyg'un bo'lib, u xil jonlanish bo'lmaydi ekan, bular talon-taroj qiladigan bular
talon-taroj qilgudek boyliqlar bo'lmaydi. Stalinga o'xshashla Şam öz hakimiyetini terap turishga zo'r bo'lgan boyliqlarni qo'lga keltiradigan bir yush muassasalarni buyruq bilan qurib chiqqan. Kasayning qarshi qirg'ida hukm surgan qonunsizlik va tartibsizlik selishtirganda bu bo'shonlar uchun g'oyat zo'r gullanish elib kelgan. Gerçi ularning ko'p qismini Şam va uning shaykillari sho'mirib olgan bo'lsa-mu, lekin uning yanada cheki bor edi. Xuddi Sovet ittifoqidek Kuba podshohligidami dastlabki islohotlardan keyin na ijodiy vayronchilik, na texnikalik yangilik yaratish bo'lmagan. Podshoh Shamning futuhlari qanday qilib muayyan darajadagi iqtisodiy muvaffaqiyatlarning talon-taroj xarakterlik muassasalar sharoitida qo'lga kelganligini tushuntirib beradi. U xil gullanishni qo'lga keltirish bir markaziy hokimiyatning bo'lishini talab qiladi. Huquqni markazlashtirish uchun siyosiy inqilob doimiy kerak bo'ladi. Sham bu davlatni qurib chiqqandan keyin huquqni ishlatib, iqtisodni qayta tashkillab, yezilik unumdorligini ilgari surgandan keyinla ondan bajjiqqan. Undaqda nemishqa lililar emas, bo'shonlar siyosiy inqilobni qo'zg'ay oladi? Lililarning Shamga o'xshash o'zining podshohi bo'lsa bo'ladi. Shamning o'ngli shaklda bijaraligini na coğrafya, madaniyat va yoki bilmaslik omili taraqqiyotni belgilaydi degan qarashlarga aloqasiz bo'lgan muassasalar yangilikning rolidan bo'ldi. Lililardimi shundoq inqilob bo'lib, bo'shonlarga o'xshaydigan o'zgarishlarni barliq keltirsa tamoman bo'ladi, ammo ular unday qilmadi. Balkim mana bu bizning ularning bugungi jamiyat haqida bilimimizning chekligi tufaylidan bularni tushunmaydiganligimizning sababidir. Eng cho'ng ehtimollik balki buning tarixning shartli xarakteri tufaylidan shundaqdir. Biz oldimizda muhokama qilganimizdek, buningdan 12 ming yil ilgari O'rta Sharqdagi ba'zi jamiyatlar texmi radikal bir yurish muassasalar yangilikni qo'zg'ab, avval o'ltiraqlashgan jamiyatlarni qurib chiqib, ondan o'simlik va hayvonlarni ko'ndirganga o'xshash, tarixning o'xshash shartlari o'zining rolini Kasayning qirg'oqlarida joriy qildirgan bo'lishi mumkin. Keyingi mazmun uzunga davomlashgan yoz fasli.